kasaba uyushmalari ko'p millionli a'zolariga o'zimning yuksak hurmatim va ezgu tilaklarimni bildiraman. O'zbekiston Xalqaro mehnat tashkiloti standartlarini qabul qilayotgan eng faol davlatlar safidan joy olayotgani dunyo hamjamiyati tomonidan ham e'tirof etilmoqda. Kasaba uyushmalari o'tgan davrda xotin-qizlar mehnatini muhofaza qilish bo'yicha katta tajriba to'plandi. Xususan ayollar daftari orqali 4,5 million ehtiyojmand kam ta'minlangan opa-singillarimizga yordam ko'rsatishda bosh qosh bo'ldirsak, bu ham adolatdan. Ushbu obyektni ochishga ruxsat berishingizni so'rayman. Juda mamnuniyat bilan ruxsat. Bitta narsani bilinglar. Hali juda katta marralar, katta yutuqlar, rejalarimiz bor. Ilohim shu rejalarni birgalikda amalga oshirish va shu xalqimizni, jonajon vatanimizni yorqin kelajagini ko'rish hammamizga nasib etsin.